Avstraliya ve Yeni Zelandiya rəhbərləri Xitay virusu yuqumı dünyaya yamırğan 15 aydan buyan tuncu qıtım ötküzgən 100 turani uçuruşida Hong Kong vəziyyəti və Uyğurlarının kişilik hüquqi bolğan əndişələrini oturğa qoydu. Xitayni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı və başqa küzətküçülərinin Şərqi Türkistanı çəklimsiz ziyaret qilishigə yol qoyuşqa çağırdı. Xitayning Wuhan şəhərində oturğa çıxan Wuhan virusunun mənbəsini tekşürüşni tələb qildi. Avstraliya Baş Ministri Scott Morrison 30 may Yeni Zelandiyaga yetib keldi və Yeni Zelandiya Baş Ministri Jacinda Ardern bilan görüşdü. Bu iki dövlət rəhbərinin 15 aydan buyan tuncu qıtım 100 turani uçuruşu olub, Xitayga qandaq taqabül turuş söhbətinin mühim nöqtələrindən biri oldu. İgilənişçə, iki baş minister birləşmə bayanatında Hong Kongluqlarning huquqi və erkinligiga qoyulğan çəklimələr Xitay Angliya Birləşmə Xitapnaməsidəki Hong Kongning oliy avtonomiya hüquqini qoğdaş vədəsinin buzğunçuluğuna uçuruşu, Şərqi Türkistan rayonidagi kişilik hüquq vəziyyəti və Cənubiy deniz vəziyyətiga bolğan ağır əndişələrini oturğa qoyğan olub, Xitayni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Şərqi Türkistanı ziyaret qilishigə yol qoyuşqa çağırğan. Atalmış Şinjan gezitining xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharqi Turkiston masalasida Arab dunyosining ko'zini bo'yash uchun 27 may Urumchida atalmış Şinjan yaxshi joy temasida fikr almashtirish yig'inlashgan. Xabarda qayd qilinishicha, yig'inga Arab davlatlarining Xitoyda turishliq elchilari va diplomatiya amaldorlaridan bo'lib 20 ga yaqin kishi qatnashgan. Atalmış Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin raisi, qo'rchoq amaldor Erkin Tuniyaz yig'inda so'z qilib, Şinjanning jamiyat taraqqiyoti va xalq turmushi mislsiz yaxshilandi. Ko'pchilikning Şinjanga kelib oyinni beqishi, ko'rib beqishini qarshi olamiz deb bejirilgan. Yig'inda Şinjan yaxshi joy nomli tashviqot filmi ko'rsatilgandan sirt, atalmış diniy zotlar Sharqi Turkistonning vaziyati haqida majburiy yolg'on guvohlik bergan. Xitoyning Sharqi Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilishi, har xil tuhmatlar bilan bostirish, dinga qarshi terrorlik siyosati yurgizish qatorliq jinoyatlarning xalqaroda kun tartibga kelishiga ergishib, Xitoy axborot organlariga texnik ko'p xarajat ajratib, yolg'on tashviqotini kuchaytmoqda. Analizchilarning ma'lumotiga asoslanganda, Xitoyning yolg'on tashviqotlari g'arb ellarida ko'p unumi ko'rilmagan bo'lsa-mu, ammo Afrika, Latin Amerikasi davlatlarida ko'rinarli unum berayotganligi ilgari surilmoqda. Şərqi Türkistonda irqiy qirg'inchilik qilish orqali Uyg'urlarning nüfusini azaytishga uringan Xitoy fuqarolarning 3 bolalik bo'lishiga ruxsat qiladigan qarori tasdiqlandi. Xitoy dushanba kuni 2016 yildan buyongi 2 bolalik siyosatidan chekinib, er-xotinlarning 3 bolalik bo'lishiga yo'l qo'ydi. Yaqinqi sonliq ma'lumotlardan ayon bo'lishicha, dunyodagi nüfusi eng zich bo'lgan Xitoyda tug'ilish nisbati ko'rinarli tuvanlagan. Xitoy rasmiy xabar agentligi Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byuro yig'inida 3-chi bolalik bo'lishni xohlaydigan er-ayollarni qo'llashni qaror qilgan. Xitoy raisi Xi Jinping riyosatchilik qilgan yig'indan keyin e'lon qilgan bayonotida yangi siyosatning Xitoyning nüfus qurilmasini yaxshilash, yashanganlar masalasiga unumli taqobil turish va davlatning odam kuchi afzalligini qo'g'dashni maqsad qiladiganligi ko'rsatildi. Bu qaror Beijingning 1980-yili nüfusning ko'payishini kontrol qilish uchun qo'llangan bir bola siyosatidan voz kechganligidan darak berildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Daniyaning yordami bilan Amerika davlat bexatarlik idorasining Yevropadagi nurg'un yuqori darajalik siyosiyonlarni o'g'irlikcha anglash delosiga munosabatlik Amerika va Daniyaning uchurlarini saqlayotganligini bildirdi. Ikki davlat birlashma ministrlar uchrashuvidan keyin Macron sin yig'ini orqali Germaniya bosh ministri Angela Merkel bilan birlashma axborot e'lon qildi. Macron Merkel bilan ko'rishganda Yevropa iqtisodining texmo raqobat kuchiga va texmo ko'p krizislarga qarshi texmo qaysar bo'lishi kerakligini ta'kidlagan bo'lib, ular yana Afrika, Belorussiya, kelar oy o'tkazilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'ini, Turkiya, Rossiya va Xitoy masalalarini muzokara qildi. Ma'lum bo'lishicha, 800 dan ortiq bola Kanadaning Alberta o'lkasida Çerkاv yotoqliq maktabida o'qiyotganda qazo qilgan. 800 dan ortiq bolaning Alberta o'lkasida yotoqliq Çerkاv maktablari vaqasida qazo qilganligi xabar qilingan bo'lib, Kanadadagi yerlik xalqni qattiq zilzilaga solgan.
Kanada rəsmi taratqusi CBC'nin xəbər qilishçə, Kolumbiya ölkəsinin Kamlop şəhərindəki yataqlıq çerkav məktəbinin beyğida 215 bala cəsədi tepilganlığı xəbər qılınğandan keyin Alberta ölkəsidəki məktəblərdə 821 balanın qaza qılğanlığı o'tirg'a chiqdi. Kanada Federatsiya hökuməti 2008-ci çerkav yataqlıq məktəblərdə neçə min balanın açarçılıq, soğuq və davalaş təcrübəsi nəticəsində qaza qılğanlığı üçün ziyankeşlikə uçurğuculardan rəsmi keçirim sorğan.